Assalomu alaykum, hurmatli Bilvol TV kanalini muxlislari. Mana bugun ko'pchilikni talablariga binoan bo'lgan narsani, ya'ni O'zbekiston operator raqamlariga, telefon raqamlariga pul tushirish, onlayn holatda pul tushirish, ya'ni internetdan karta orqali pul tushirishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, buning uchun bizga brauzer kerak bo'ladi. Buni albatta qaysiligi shart emas. Qaysi biri bo'lishligi. Men Google Chrome dan foydalanaman. Ya'ni uning e'tibor bering, tepasiga manzil kiritish kerak bo'lgan joyiga post.ru epost.ru main.php bu narsa sizlar uchun albatta kerak emas. Ya'ni men avval foydalanganman. Shuning uchun brauzer cookiesni chiqarib beryapti. Demak, epost.ru ga kiramiz. epost.ru xizmati hurmatli muxlis, e'tibor qarating. Bu yerda faqatgina siz O'zbekiston operator raqamlariga pul tushirishgina emas. Bu yerda siz mobilniy svязь, ya'ni o'sha pul tushirish telefon raqamlariga, mobil internet ichida ko'plab xizmatlar bor. Birinchi sayt bilan tanishtirib o'taman. Demak, hozir mobilniy svязьga kirmayman, chunki o'sha xizmatdan foydalanaman. Siz O'zbekiston telefon raqamiga pul tushirish uchun internetni tushuntirib o'taman. Demak, internet haqida Rossiya internetda mana ko'rib o'ting. Mana shu xizmatlar uchun ham pul tushirsa bo'ladi. Bu yerda har xil kompaniyalar, ya'ni hosting kompaniyalari bo'lishi mumkin va albatta yana boshqa kompaniyalar bor. Ko'plab onlayn xizmatdagi kompaniyalar albatta. Hujjat, Euroset xizmati, demak, Intercom, Kontakt, Line Group, ko'pchilikka tanish bo'lgan kompaniyalar. Demak, bu haqda tushunchaga ega bo'ldingiz, oz bo'lsa ham. Demak, nazar internetni tanishtirib o'tdim sizga. Demak, endi televideniye kanallar, televideniye kanallariga pul o'tkazish. Bulardan ham foydalansa bo'ladi. Albatta sizni qaysi kompaniya ekanligingizni mana shular ichidan tanlaysizda. Hozir men sizga tushuntirib o'taman pul tushirish qanaqa bo'lishligini. Lekin bu yerda O'zbekiston telekanallari kiritilmagan. Demak, другие услуги, kommunalniy usluglar bor. Bu yerda siz patent to'lovlari, suv, gaz va ko'plab kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bu yerda ham O'zbekiston kommunal to'lovlari kiritilmagan. Mana ko'rganingizdek ko'plab boshqa narsalar bor. Demak, другие услуги. Bu yerda siz bilasizmi nima? Sotsial saytlar uchun mana bu yerda mana berib o'tyapti. Parfumeriya, kosmetika. Keyingisi sotsial sayt, Odnoklassniki, Друг вокруг, Galaxy, Life Planet, Mamba, Kontakt, Мой мир, Foto, Strana. Sotsial saytlariga pul tushirish nimasiga egasiz, imkoniyatiga. Demak, onlayn o'yinlarda bu yerda Clash of Clans, siz suygan o'yinlardan bittasi, World of Tanks. Demak, mana sizga yoqqan o'yinni mana shu yerdan, siz pul tushirmoqchi bo'lgan o'yinni mana shu yerdan tanlab pul tushirishingiz mumkin. Albatta karta orqali. Pul to'lovini amalga oshirishni esa hozir ko'rsatib o'taman albatta. Demak, keyingisi охранные системы. Siz ofisingiz yoki o'zingiz uchun охрана yo'llagan bo'lsangiz, uni xizmatini cho'zish maqsadida mana shu yerlardan yoki zakaz qilish,
shu xizmat orqali qilsa bo'ladi. Transportlar, turizm. Mana ko'ryapsiz, ko'plab boshqa xizmatlarga ham foydalansa bo'ladi. Demak, xo'p, bitta primer ko'rsataman. Amalga oshirmayman, lekin uzr. Sotsialniy set servisi, знакомство. Demak, Odnoklassnikini tanlaymiz. Odnoklassnikida OK bor bilasiz, OK. Demak, bu yerda login или kod uslugi. Kod uslugi. Bu yerga sizning Odnoklassnikingizdagi login yoziladi. O'z loginingizni yozasiz. Masalan, menda Shohjahon 1122 bo'lsa, summa к сочислению 300 rubl masalan. 300 rubl rublda, albatta rublda, dollarda to'lash imkoniyati bor. Demak, summa к оплате. Bunga tegmaysiz, chunki siz bu yerda sredstva oplатаны to'laganingizdan keyin, ya'ni to'lovni amalga oshirish usuli. Bu yerni bosasiz. VMR yoki WebMoney, Yandex Dengi yoki bank xizmati karta. Sberbank onlayn, albatta Sberbank onlayn sizda bo'lsa, u narsa unga bosmaysizda, Visa kartani bosasiz. Sberbank onlaynga kirsangiz, u yerda sizga email raqam, email manzil va yana boshqa narsa so'raydi. Sizga qulay bo'lishi uchun Visa, Mastercard, Maestro, RuPSBni tanlaymiz. Demak, galochka bosamiz. Galochka bu rozilik belgisi. Saytdan foydalanish uchun продолжitni bosamiz. Demak, demak, bu narsa haqida ko'rib o'tdingiz. Ya'ni e-postdan foydalanish uchun, Odnoklassnikiga olish uchun bu saytdan ro'yxatdan o'tish kerak ekan. Demak, men sizga u haqida tushuntirib o'tmayman. Keyinchalik u haqida ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Demak, biz asosiysi e-postga kiramiz. Ya'ni epost.ru bosh sahifasiga o'tamizda. Demak, pul tushirish. Mobilniy связь. E'tiboringizni qarating, Rossiya operator raqamlari uchun, demak, Qirg'iziston, Moldaviya, Tojikiston va O'zbekiston. Perfectum Beeline, UCL, MTS, Uzmobile xizmatlari uchun, MTS, UMS uchun albatta amalga oshirsa bo'ladi. Demak, biz Beeline'ga pul solamiz. Hurmatli muxlis, e'tibor qarating. Biz prямой пополнениедamiz. Regionni tanlash kerak. Уточнить kategoriya оплачиваемые услуги. Region услуг, ya'ni xizmat uchun hudud. Demak, siz bu yerda to'g'ridan to'g'ri to'lov qilsangiz ham bo'ladi va yana pin kod sotib olsa ham bo'ladi. Ya'ni voucher kartasi. Buning uchun diqqatingizni jamlab qarab turing. Demak, единый karta оплаты Rossiya uchun, O'zbekiston uchun Beeline $10 uchun 552 rubl 29 kopeyka. Bu yerga kupetni bosishdan oldin sredstva uplatini tanlaysiz bu yerda ham. Ya'ni demak, sredstva oplati Sberbank onlayn. Demak, bu yerdan men tanlamayman-da, qaytaman. Demak, отправить rekvizit karti email. Bu kartani olish uchun, voucher kodini olish uchun email manzili kerak bo'ladi. Biz esa to'g'ridan to'g'ri to'lovni amalga oshirishni ko'rsataman hozir sizga. Demak, regionni tanlaymiz, aytib o'tganimdek. Region O'zbekiston. Продолжить.
Demak, nomer telefoni. Telefon raqamini aytib, yana bir narsa. Bu yerda minimalniy summa paynet qilish uchun 35 rubl, maksimalniy summa 15 ming rublgacha. Demak, nomer telefoni XX va 7 ta Y dan primer qilib berib qo'ygan. Ya'ni bu yerda siz 998 kodini bermaysiz, davlat raqamini 91lik. Masalan, hurmatli muxlis, men bu saytdan, bu servisdan foydalanganman va bu narsa bor narsa hozirda, lekin telefon raqamini men sizga ko'rsata olmayman. Chunki ushbu telefon raqamini boshqa odamga tushirib berayotganim uchun pulni shu odam iltimos qilgandi. Iltimos noto'g'ri ma'noda yoki boshqa xayolga bormasligingizni iltimos qilardim. Demak, telefon raqamini kiritishdan oldin sahifani to'liq sizga ko'rsatib o'tishni ixtiyor qildim. Demak, telefon raqam, summa к сочислению. Bu yerga summa, istalgan summa yoziladi. Ya'ni siz kiritmoqchi bo'lgan summa, paynet qilmoqchi bo'lgan sredstva oplati, xizmat turi to'lovni amalga oshirish uchun. Demak, telefon raqamini kiritib o'taman. Telefon raqamini kiritib olgandan so'ng sizga kerak bo'lgan paynet qilish kerak bo'lgan miqdorni yozamiz. Ya'ni men 290 rublni kiritdim. Buning uchun ko'rib turibsiz, ikkinchi sahifada, ikkinchi polyada siz uchun nech pul komissiya bilan pul tushirishni ko'rsatib o'tyapti. Keyin sredstva oplatida Visa Maestro avvalgi sahifada tanlaganim uchun chiqib turibdi. Demak, kartadan foydalanish uchun albatta shuni bosishingiz shart. Sizda qanday karta bo'lishidan qat'iy nazar, Sberbank onlayn emas. Albatta sizda Sberbank bo'lsa ham. Demak, продолжить bosishdan oldin mana bu to'rtburchak ichida sizda galochka bo'lmaydi. Buni belgilab o'tasiz. Mana bu holatda bo'ladi. Galochkani belgilab o'tamiz. Demak, продолжить ni bosamiz. Продолжitdan keyingi sahifa esa mana bu yerda ko'rib turibsiz. Summa va to'lov uchun kaplati 303 rubl. 290 rubl pul tushirish uchun 303 rubl 20 kopeykaga tushirish kerak. Demak, aplatitni bosamiz. Demak, mana bu yerga mana ma'lumotlarni kiritamiz. Ya'ni sizning karta ma'lumotlaringiz. Birinchisi Xo'p, endi amal qilish muddati. Kartangizni pastda chiqarib ko'rsatilgan bo'ladi. Visa 0199. Albatta men buni Google xizmatiga biriktirganim uchun shu holatda hozir chiqarib berib turibdi karta ma'lumotlarini. Aziz muxlis, sizda bu narsa bo'lmaydi hozircha. Demak, 0619. Uning amal qilish muddati. Endi KSV raqamiga kelsak, kartaning e'tibor qarating. Uzun karta raqami va amal qilish muddatini kiritib o'tdim. Endi uning KSV raqami, aziz foydalanuvchi, mana bunday kartaning orqasida yo'l ketgan va albatta uning oldida, ya'ni 3 ta raqam ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Qo'limning ostida. Men u raqamni men sizga ko'rsata olmayman, uzr. Chunki bu raqam orqali sizning bevosita roziligisiz boshqa yerlarda ham pul to'lov amalga oshirish imkonini bajarib qo'yishlik mumkin bo'ladi. Demak, o'sha yerga kiritib o'tamiz. Men aytgan raqamni karta orqasidagi, demak. Hop, uni kiritganimizdan keyin imya держателя karta uning pastiga, demak, siz kartaning egasini ismi. Karta sizning nomingizdami? Demak, sizning ismingiz. Demak, aplatitni bosamiz. KSV raqam ham ko'rinib qoldi. Mayli, hech narsa emas, albatta.
Demak, to'lovni amalga oshirish uchun keyingi sahifaga o'tdik. Ya'ni bankning avtomatlashtirilgan pul yechib olish, pul yechish xizmatiga. Demak, karta biriktirilgan telefon raqamiga SMS kod keladi. Ya'ni e-post, rubl mana bunday holatda keladi, aziz muxlis. Parolni kiritasiz. Upload'ni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, operatsiya odobrena, ya'ni operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Demak, sizning telefon raqamingizga, ya'ni karta aktivlashtirilgan raqamga albatta bu haqda xabar keladi. Ya'ni Visa karta yoki qandaydir o'zingizdagi kartadan покупка qilindi. E-post servisi orqali deb. Demak, mana ko'rib turganingizdek, bu narsa pul O'zbekiston nomeriga, ko'rsatilgan nomerga tushdi. Nazat magazin. Demak, aziz muxlis, mana shunday qilib O'zbekiston telefon raqamlariga, operatorlarga ham pul tushirishni sizga ko'rsatib o'tdim. Albatta, buning uchun vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat va yana karta, bank xizmatlari, kartadan boshqa joylarga to'lov amalga oshirish to'g'risidagi ma'lumotlar bo'yicha opisaniyada berib o'tilgan telefon raqamlariga yoki imo yoki Telegram sotsial saytlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Va albatta bepul xizmat ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganingizdek 1-2 minut orqali 1-2 minutda amalga oshirilgan pul hisob raqamiga borib tushadi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.